G'am qayg'u sababli tugishib ketmang. Said mening universitetdagi o'quvchim edi. U bir hafta un-tunsiz yo'qolib ketdi. Keyin uning bilan uchrashganda uning beshiga biror musibat kelganligini pamlab, "Ey Said, ko'nglingni yerim qilma" dedim. U, "Hech ish yo'q, aldirash bo'lib qoldim" dedi. Ammo uning g'amkinligi bilinib turadi. "Zada nima ish bo'ldi?" deb so'radim. U, "Balam og'rib qolgan edi. Jigari qardan chiqibdi. Bir qancha kun ilgari qeni zaharlanibdi. Tunugun zahar menga o'tibdi" dedi. Buni anglab, la havla va la quvvata illa billah. Allohning yordamisiz hech kimda kuch-quvvat yo'qdir, sabr qilgin. Alloh balanga shifo bergay. Agar Alloh uni vafot qildirishni taqdir qilsa, qiyomat kuni uni sen uchun shafoatchi qilib bergay dedim. Said, "Ustoz, shafoatchi dedingizmi? Ammo balamning yoshi kichik emas" dedi. U qancha yoshga kirgan dedim. 17 ga dedi. Alloh uningga shifo bergay. U qarindoshlariga barakat keltirgusi dedim. Ammo Said beshini sangilatganicha, "Ustoz, mening faqat mushu birla balam bor edi" dedi. Ahvol haqiqatan ichinishliq edi. Lekin men yanıla o'zimni tutib olib, "Ey Said, qayg'urib o'zingni tugashtirib olmagin. Beshimizga faqat Alloh taqdir qilgan ishlar keladi" dedim. Uning qayg'usi az to'lib siqqandek bo'lgandan keyin uning yonidan ayrildim. Shundaq, inson hargiz qayg'urib o'zini tugashtirib olmasligi kerak. Chunki qayg'u boshqa kelgan musibatni yeniklatolmaydi. Mundaq bir ish esimda. Bir chaqda Madinaga borgan va u yerda Xolid bilan uchrashgan edim. U menga "Doktor Abdullahni yo'qlab kelsa qandoq?" dedi. Men, "Qandoq deysan? Uning beshiga biror ish kelmagandi" deb so'radim. U, "Uningga tasalli berib qo'yayli" dedi. Men, "Tasalli demsan?" dedim. Xolid, "Shundaq, uning cho'ng o'g'li butun oilasidagilarni ilib, qo'shni shaharga to'yga beribdi-ekan. Qaytish yo'lida qo'rqinchli qatnash voqeasiga uchrab, mashinadagi 11 kishining hammasi o'lib ketibdi" dedi. Doktor Abdullah 50 yoshlardan oshgan solih kishi edi. Albatta, natijada u bir inson edi. Uning his tuyg'ulari, qalbi, yashaqadigan ko'zlari, xushallanadigan va qayg'uradigan ruhi bor edi. Bu qo'rqinchli voqea yuz bergandan keyin u voqeaga uchraganlarning janoza namozini tushirdi. Ularni yana o'z oilasidan 11 kishini qabriga qo'ydi. Doktor cho'qim o'z uyida xudini yo'qotgandek u yoqdan bu yoqqa mengib yuradi. Yerlarda o'yinchoqlar chechilib turadi. Aradan xili kunlar o'tgan bo'lsa-mu, bu o'yinchoqlar o'z joyida turib. Ilgari bu o'yinchoqlarni o'ynaydigan Xunut bilan Sara o'lib ketgan edi. Doktor yana yatay deb karvatining yoniga kelsa, karvat redsiz edi. Chunki ayoli Ummu Salihmu vafot bo'lgan edi. U o'g'li Yasirning vazifatining yonidan o'tadi. Ammo bu vazifatmu midirsidir qilmay o'z joyida turadi. Chunki uni minadigan Yasir o'lib ketgan edi. U cho'ng qizining hujrasiga kirib, to'yda kiyadigan kiyim tanlash uchun kiyimlarning karvat ustiga qator tizib etilganligini ko'rdi. Chunki qizi kiyimlarning rangining moslashgan bo'lishiga alohida diqqat qiladi. Halbuki qizimi o'lib ketgan edi. Ulug' Alloh doktor Abdullahga sabr va qalbiga qat'iylik ato qilg'ay. Doktor Abdullahni yo'qlab kelganlar yemak-ichmak olg'ach keladi. Chunki Abdullahning uyida mehmonlarni kutgudak yoki uningga yordamlashgudak hech kim qolmagan edi. Ajoyib yeri shuki, siz uningga ta'ziya bildirgil kelganingizda, u xuddi ta'ziya bildirgil kelganlardan biridek musibat uning beshiga emas, boshqa birining beshiga kelgandek ko'rinadi. U doim biz Allohning ig'dorchiligidamiz va Allohning dargohiga qaytamiz. Her narsaning bekitilgan ajali bor deydi.
Әні şu aql parasatning yuksak pallasidir. Agar Abdullah shunday qilmasa edi, qayg'udan o'lib ketgan bo'ladi. Qachonli ko'rsam, xushal-xuram, shadamon yuradigan bir tanishim bor. Uning ahvoliga kelsak, xizmati odatdagi bir xizmat. Uyi ijara ilingan ham kichik. Mashinasi ko'na, bola chaqalari xili ko'p. Lekin shuningga qaramasdan u har vaqt kulimsirabla turadigan, boshqalarning yaxshi ko'rishiga noil bo'lgan, hayotning lazzatini tetigan kishidir. Ishning to'g'risi shuki, qayg'urib o'zingizni tugashtirib olmang. To'liq qaqshimang. Chunki bunda qilsangiz kishilar sizdan bezor bo'ladi. Masalan, farzandi og'riqchan biraylan sizni har qitim ko'rganda, o'g'lim yana og'rib qoldi, ichim siqilib ketyapti. Voy bechar o'g'lim desa, sizning ichingiz pushishi va birodar, tushandiq, bildiq degingiz kelishi mumkin. Yoki bir ayol eriga doim uyimiz ko'nrab ketdi, mashinamizmi qardan chiqay dedi, kiyimlarim modadan qoldi desa, bu qaqshashlarning iztirobni takrorlashdan boshqa nima foydasi bor? Ey bechara, ömrünü vaysab qayg'urib o'tkazding. Jahon manga ta'tir keldi deding-yu, hech ish qilmading. Yukni sen ko'tarmasang, undaqda kim ko'taradi? Bir tavsiya. Baxtlik yashash uchun o'z ilkingizdagi narsalar bilan hayotning fayzini suring.